Hammaga salom qizlar, qandaysizlar? Hammanglar yaxshimisizlar? Mani yurtimga kelib o'zimcha shunaqa narsalar zakaz qilib, yeb ko'rmoqchiman. O'zim bu narsani hamma yeb ko'rdi. Adashmasam bitta men qoldim deb qo'yaman. Hatto esimdan chiqib qoldi. Qiyin ekan. Shunaqa zakaz qilib, mana dastavka qilib, olib keltirib, yeb ko'ryapman. Videolarda ko'rganimda qirsillasdi, yumshoq edi. Bu qirsilladi, lekin qattiq ekan. Nimagadir morojniy yegandek bo'ldim. Shunaqa qilib, uncha nima deydi, menga yoqmadi. Chunki ichi quyuq, zich niq ekan. Aytdim morojniy uncha yoqtirmaganimga uncha yoqmadi. Ya'ni sipil, lekin boshqachasidan zakaz qilib ko'raman. Ichida korjlik, biskvitligini ham ko'rdim. Shunaqasidan zakaz qilib ko'raman. Endi nima bo'lsa ham yoqadimi, yoqmaydimi? Allohga shukr. Alhamdulillah yetkazdi. Yeb ham ko'rdik, ertami, kechmi. Shunaqa qilib yetkazganiga shukr qilib, yeb tatib ko'rdik. Bahoyimiz bahoyim deb qo'yaman. 5 emas. Yana boshqachalarni yeb ko'rganimda yana keyin ko'rsataman. Kim qanaqasidan yedi, kommentariyaga yozsin. Qanaqasini yaxshi deysizlar? Sizlardan kommentariy, like, podpiska kutib qolaman. Hammaga rahmat.